Hammaga salom. Bugun mana men o'zim o'qiyotgan universitetga kichkina tur qilamiz. Qani ketdik. Hozir ichiga kirib ko'ramiz. Deyarli Xitoyning hamma universitetlarida shunaqa yuzni skaner qilib kiriladi va mana ko'rib turganingizdek floor map deyarli hamma universitetda bor. Va mana ko'rib turganingizdek chapda ham o'ngda ham dars qilish uchun sharoitlar mavjud. Albatta hamma sinfxonalarda bo'lgandek mana doskasi mavjud va bunday kichik sinfxonalarda monitor ham bor. Bu activity center. Bu xonada esa asosan cholg'u asboblari, asosan shu cholg'u bilan ishlaydiganlar ko'proq shu xonada kelib shug'ullanishadi. Bu joy tadbirlar zali. Asosan katta tadbirlar shu joyda o'tkaziladi. Mana bu yer esa asosan chet elliklarga xizmat ko'rsatadigan etaj. O'zi buni ko'rsatish niyatim yo'q edi, endi mayli ko'rinib qoldi. Aynan shu ofisda, aynan shu xonada chet elliklarning qandaydir muammosi yoki ishlari bo'lsa, ishlarni hal qilib muammolarni yechishga yordam berishadi. Bu yer ko'rib turganingizdek basketbol poli va yonida voleybol poli ham bor, aynan ichida in-court. Bu yer esa deyarli hamma o'g'il bolalar yaxshi ko'radigan joy. Albatta Xitoydagi o'qishlarga, universitetlarga topshirib kirsangiz, shunday joylarda bepul o'ynash imkoniyatlari mavjud. Bu joy esa qiziqqanlar uchun katta tennis.